qaysi millatdansan sen? Ijtimoiy tarmoqda kim o'zini o'zi davlatni men tan olmayman. Abdulloh nomli koreys millatiga mansub fuqaro Instagram foydalanuvchisi har xil haqoratli so'zlar ishlatib, diniy va shaxsiyatga tegadigan gaplar orqali odamlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli shaxs 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Koreyada yashab, o'zining tarmoqdagi sahifalari orqali millatlararo nizo keltirishi mumkin bo'lgan hamda o'zbek xalqiga nisbatan haqoratomuz so'zlarni aytib chiqishlar qilgan. Uning bu so'zlari ko'plab o'zbekistonliklarning e'tirozlariga sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, ushbu shaxs joriy yilning 25-mart kuni Abu Dabi Samarqand yo'nalishi orqali O'zbekiston hududiga kelganda huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda esa Toshkent viloyati huquq-tartibot organlari tomonidan ushbu shaxs O'zbekistonga keltirilib, qamoqqa olindi. Xo'sh, voqealar rivoji qay tarzda yakun topadi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda. Man Yugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim, lekin bu narsani hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan. Aktiv uchun men davlatimizni, xalqimizni, millatimizni haqorat qilganligim uchun juda qattiq pushaymonman. Va mana shu mehnatkash xalqimizdan chin yurakdan kechirimni so'ramoqchiman. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Yugay Valeriyga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Iltimos, meni kechiringlar.